Adasi, tabrikli yangiligim bor. Ota bo'ldimmi? Yo'q, o'qishga kirdim, talaba bo'ldim. Shu kundan boshlab hayotim 360 gradusga o'zgardi. Xotin, mana dazmollari. Darsga kech qolmayman. Dazmol bor-ku, o'zingiz qilib oling. Men ko'ynagim yuvib kirib bo'lib ketibdi. Dars qilyotgandim, kir mashina bor-ku, o'zingiz yuvib oling. Men senga uylanganman, men texnikaga uylanganman. Ertaga bolani ham mana texnika tug'ib beradimi? Kursdoshlar ertaga vohlik emasalar, shaxsan rektor o'zi o'qishdan haydab yuborar ekan. Ertaga siz ham uyga vohlik emasangiz, shaxsan oyimni o'zi uydan haydab yuboradi. Ertaga imtixonim bor edi. Ojon masala qilib bering dedilar. Bir marta poddershka qiling, o'zingiz qilib bering. Bo'pti, bor. Voy kelin, ovqatingiz juda ham mazali chiqibdi. To'g'risini aytsam, oldinlari rosa bemaza chiqardi, o'g'lim. Esingdami? Qo'shnini moliga berib yuborardik. Sen Osiyo xalqaro universitetida o'qiysanmi? Pismay indamaysan, bordim 20 ta yo'nalishlar bor ekan. Bakalavr, magistratura, doktorantura, ordinatura va shu zo'r 5 ta kampuslar bor ekan. Kontraktlari ham arzon ekan, to'rga bo'lib to'lasa bo'lar ekan. Rektor stipendiyalari bor ekan. Eng zo'ri O'zbekiston любой joydan masofadan turib o'qisa bo'lar ekan. Boshqa davlatdan ham. Masofadan turib o'qiganlar kontrakti hamyon bor. 1 yilga 10 million so'm. Bizga qabul boshlandi, mana topshirdim. Siz kirolmaysiz? Men kirolmayman. Eshik siqqanman men. Bolaga kim qaraydi? Adasi, tabriklang. Nima? Endi bolani senga topshiraman. Men ham odamlarga o'xshab choyxonaga chiqaman. O'qishni bitirdingmi? Yo'q, magistraturaga kirdim, yana 2 yil o'qiyman. Yalang oyoq yoshligimni eslasam jim, ko'zlarimga Alo. Hayna. Yo, what's up? Nima gap? Kimdan nima gap? Menga obuna bo'lganmisiz? Sovg'a bor. Ina Toshkentda open budjet bor ekan. Menga obuna bo'lganmisiz? Ha. Yo, Toshkent, atmosfera. Okamiz skverda. Suv kiyapsanmi? Inangni yeri skverda. Yo, what's up? Qanday salom. Sizlar bilan Erixayda. Nima mano deyapman. Qo'ysiz, mayqal. Uydi degan bo'yni yo'rib, bo'yidagi qarzlar yechib yuboraman. Ochaman deb o'ylaman. Yurisi aysaram topaman. Qolganini nag'ingdan topib olaman. Haya maktabi. Luboy bilan yakaymayga, tuzimayga solishaman. Tushundingmi? Твой взгляд, твой смех, который так мне нужен, то счастье и успех. Ведь Ajida aytmoqsizda, Flavis o'zimiz-ku, odnoklassnikilar bilan, Timur, Rinas, Akromlar bilan birga qilganmiz-ku. Bu jigar $100 tarqatib o'zingiz peshkom qolib ketibsiz-ku. Yo, what's up? Bo'ldi, WhatsApp, Telegram qilasan. Nima zamonning orqada qolganmisan? Telegraming yo'qmi sani? Hammaga ayt, hamma bildi o'sha kontent qilayotganingni. Buningdagi tillami? Ha? Maya qara, oddiy suving bormi? Yo, nimaga? Bo'yningda tilla, mana ketim kuyapti, yo'qol betdan. Yo'qol, hayda. Yo, what's up? Ada, siz uylantirmoqchiman. Qanday bo'lar ekan? Ada, uylantiraman desam quloqingiz qimirlaydi. Endi bu yoshda qimirlaganiga ham xursand bo'lamiz. Darmayet. Choyxona bu hayot. Choyxonaga boraman dedim. Bormaysiz dedim. Erkaklar choyxonalarga borish kerakmi yoxud choyxonalar huvlab qoldimi? Bugun shu haqida gaplashamiz. Sizlar bilan Gandrey Malaxov. O'zi bir oyda bir marta choyxonaga chiqsa, shunga ham yo'q deydi bu. Balobam choyxonada. Yana endi chuchvara tugib turasiz. Bunga ekspertlarimiz nima deydi? To'g'risi hamda choyxonaga borganingizdan qarang qorningizni kattaligini. Bu qorin emas, bu avtoritet. Menimcha choyxonani zapet qilmaslik kerak, chunki men o'zimni kasbimdan kelib chiqadigan bo'lsam, erkak kishi choyxonaga boradimi, qazi qartaydimi, ayollar bu sizlarga foyda. Erkak kishiga choyxonaga bormen deb zapret qo'yish shart emas, unga chiroyli tushuntirsa ham bo'ladi. To'g'rimi adasi? Xo'sh, endi choyxonachi akalarimiz bunga nima deydi? Marhamat. Pashol deydi. Choyxonada itam qolgan yo'q.
Oldinlari 100 kilo odamlardik. Mana hozir 3 kilo odamlayapmiz. Uni yarmini ham talabalarga ehson qilib tarqatyapmiz. Yashamayli ekanda. Men shuni ayta olamanki, choyxonaga boradigan erkaklarga soliq solish kerak. Nima deyaptim uni? Ko'chaga turgan 748 ning Tesla'danmi? Bo'ldi, urishaveringlar. Stop! Erkaklar masli choyxonaga bormaylar demayapmi? Boringlar, пожалуйста. Biz ayollarga ham ozgina mehr berib qo'yinglar. Bir yilda bir marta bo'ladigan Media Parkdagi barakali tundan barcha texnikalarga 70% gacha skidka bo'lyapti. Bu narsa olib beringlar deb boringlar. Mana bugun 8-dekabr 18:00 dan 24:00 gacha bo'ladi. Olib bera olmaysizmi texnika? O'sha Media Parkka olib borsam-ki, choyxonaga boramanmi? Ha, mayli boraver. Mana deskini. Mana Media Parkdan texnikalar olib bersam, choyxonaga borsam bo'ladimi? Ikkita tishingiz ortuvchalik qilyaptimi? Akalar maslahatga emassi. Sizlarni bekarga yig'madim, to'g'risida. Bitta yangilik bor, muhim gapim bor, to'g'risi hozir sizlarga aytaman. Zo'rali. Allo. Choyxonaga uyga ovqatlanmay keling. Qanaqa qilib yemay kelaman? Mana bitta shuncha o'rtoqlarim turibdi, alimamni to'g'ri dasturxon qilgan. Yemasa qanaqa kelaman? Jinnimisan? Menga qiziq emas, ovqatlanmay keling dedim. Qanaqa qiziq emasman hozir? Ovqat yemasang, jinnimisan? Shuncha bola oldi. Qanaqa bo'lsa ovqat yemasang kelaman? O'zingga kelganman ozgina, ha? Tushunmayman yo zotiga. Xullas, Hozir boraman. Hozir boraman dedim. So'kinma, hozir boraman. xullas. Men Telegramdan video yozib qo'ysam, men bolalar bilanman. Yana qilig'ingni boshlayapsanmi? Qilmayman video jo'natmayman, o'rtoqlarim bilanman deyapman. Qizlar yo'q mana. Tezda gapir. Endi nima desam ekan? Da. Instagramdan video tashlading ko'rmadim. Maqsad nima? Deyona piyona bor. Ha, bo'ldi. Hali men bor uzra. Nima muhim gap? Nima demoqchi? Gapir. Uylanmoqchiman demoqchi edim. Unda o'ylab qarasam, nevigitni ekan. Men-ku uylanmayman, mayli. Sizlar bo'larish bo'pti. Buni Samarqanddagi Ayla restoraniga chaqirganman. Turetskiy, европейский ovqatlar qalay ekan? Qalay? Maza. Rostdan ham bu turkcha shashligiga вообще shirin. To'g'ri gap. Aka, nima ovqat yemayapsiz yo kenayim ovqat yemay keling deganmi? Tushunmadim, nima deyapsan? Ha, bo'pti, bir kun ko'chada qolsam qolma. Markat keldim bayramga. Ona bering, bona bering deb asabim markat qilishni o'ldirib qo'yaman. Hoppa. Parkinmi keldim bo'lmasa? Yosh qizlarning oldida beri aka deyish kerak. Hoppa. Mana chachalaringiz qancha ekan singlim? 5 yoshgacha tekin, 6 yoshdan 10 ming. 5 yoshman deysan. Taga 8 yoshman-u. Juplab 5 yoshman deyaver. Yana. Boshlari yalanadi. Tosh oldimga. Dada, mashina qasdi olib. Ha bermayman, miyani buzadi. Bugun bizlarni kunmi? Bo'lmasa o'zimizni priyom. Davay. Sharmanni qilmam meni, sharmanchalikni qo'ya ola, tur. Dada, biz ham o'ynaylik. Raveyo o'ynamaysan. Bola, babi yutolmaysan. Dada, bani tushirmaysiz. Kattalashga aralashma. Singlim qo'shib yuboring. Qani, chanqadim, natijami? Mo'ni-chi, mo'ni. Mo ayaz berib yuborgan choyni ichi. Dada, qornim ochdi. Shashlik olib berasizmi? Oshdan asfaltlamasdan 2ga 1 qo'shib ayaz bergan kalmasali nonni yeyish. Dada, tualetga boraman, 2000 bering. Dada, tualetga boraman, 2000 bering. Dada, 2000 bering, tualetga boraman. Hojatga boraman deb qon qilishdi, kecha yayib qo'ygan ko'rpalaring hali qurigan yo'q. Bundan ko'ra mana Lalaku'ni tursiyligidan kiyib olish ichlaringdan. Bu Lalaku eng zo'ri. 2000 bering, 2000 bering deb 80 marta borishdi, meni bankrot qilasanlar-ku. Yashamayli ekanda. Akasi kachalik ishlamayapti-kana? Yo'q, ishlayapti. Plus sen ham bir kun farzandli bo'lasan, ashingda ko'ramiz.